2026-yil. Ko'pchilik bir xil stilda yashayapti. Ertalab uyg'onadi, ishga boradi. Kuni bo'yi ishlaydi va eng oxirida 4-5 million oylik. Lekin muammo pulning kamligida emas. Muammo o'sishning yo'qligida. Ammo bozorda bitta katta imkoniyat bor. Ko'p kompaniyalarga sotuvchilar yetishmayapti. Va aynan shu skill bugungi bozorda eng tez monetizatsiya bo'ladigan skillga aylanib bormoqda. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Doston, familiyam Salimov. Hunter Akademiyasida sotuv bo'limi boshlig'i bo'laman. Bugun siz bilan birgalikda 2026-yilda sotuv orqali oyiga 15 million daromad qilsa bo'ladimi yoki yo'q, shuni ko'rib chiqamiz. Agar bo'ladigan bo'lsa, shuni 5 ta muhim qadamni sizga ko'rsatib beraman. Birinchi qadam, sotuvni jiddiy kasb sifatida qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Juda ham ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Sotuvni vaqtinchalik vaqtincha ishlab turaman, bundan yaxshiroq ish chiqsa, boshqa sohaga o'tib ketaman degan niyat bilan bu sohaga kiradi va holanki hamma yo'lda bo'lgani kabi vaqtincha ishlab turib hech qayerda yaxshi daromadga chiqib bo'lmaydi. Yaxshi daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, sotuvni kasb sifatida qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Sotuvni siz kasb sifatida o'rganishni boshlaganingizda muloqot qilishi, psixologiyani, insonlar bilan muzokara o'tkazishi, insonlarga ta'sir orqali sotuv qilishni o'rganasiz. Bu sizga butun umr xizmat qilib beradigan skillga aylanadi va bu sizga butun umr foyda keltiradi. Siz agarda sotishni o'rganadigan bo'lsangiz, marketingda, biznesda, sotuvda umuman olganda hayotni yutasiz. Lekin ko'pchilik mana shu joyda bitta xato qiladi. Birinchi oy o'zidan yuqori daromad kutadi. Misol uchun 5-10 million daromad kutishadi yoki undan ham yuqori daromad kutib olishadi-da. Birinchi oyda bilamizki, tajriba yo'q bo'ladi. Misol uchun tajribasi yo'q odamga hech qaysi kompaniya ko'p pul to'lamaydi. Endi misol uchun 2-3 million topishi mumkin. Topgandan keyin bo'ldi, sotuv men uchun emas ekanman, boshqa joydan ish qarab ko'raman deydi-da va kasbini o'zgartiradi. Vaholanki bunaqa insonlar boshqa joyda ham yuqori daromadga chiqa olmaydi. To'g'ri kutuv qanaqa bo'lishi kerak? Dastlabki oylarda 2-3 million normal qabul qilish kerak va undan keyingi oylarda, 2-3 oyda albatta natijaga qarab sotuv ham o'sib boradi va sotuvga qarab siz daromadingiz ham o'sib boradi. Asosiy natija qachon ko'rinishni boshlaydi deydigan bo'lsak, asosiy natija sizga o'sha 4-5-oydan kelgan tajriba bilan birgalikda keladi. Sotuvda asosiy katta daromad qiladiganlar uzoq muddatdan beri ishlayotganlar, sotuv skilli zo'r bo'lganlar va tajribasi yuqori bo'lgan sotuvchilar bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda kutuvlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, ish izlashdan hech qachon qo'rqmang. Ko'pchilik ish izlash jarayonida rad javobini eshitishdan qo'rqadi. Bu normal holat hisoblanadi aslida. Bitta yo'q javobdan keyin ko'pchilik to'xtab qoladi. Ish qidirishdan to'xtaydi, sotuv menejerligi men uchun emas ekan degan qarorga kelib qoladi. Aslida boshqacharoq. Ish qidirish bu normal jarayon. Ishsiz bo'lish ham normal jarayon hisoblanadi, lekin doimiy ishsizlik bu normal emas. Shuning uchun har kuni ish topgunizga qadar Headhunter sayti oching, Rabota.uz saytlari bor, Telegramdagi ish guruhlari bor. Aynan shularga kirib, sotuv menejeri yoki sales manager deb qidiruvga bersangiz juda ham ko'plab vakansiyalar chiqib keladi. Aynan mana shu vakansiyalarga ariza qoldiring. Har kuni eshiklarni taqillating. Chunki taqillatilmagan eshiklar hech qachon ochilmaydi. Ish qidirish jarayonida sizga rad javoblarni berishligi mumkin, umuman javob bermasliklari ham mumkin. Suhbatlardan yiqilishingiz mumkin. Buni normal jarayon deb qabul qilishingiz kerak. Unutmang, bitta narsani doim eslab qoling, eng kuchli sotuvchilar ham vaqtida tajribasiz bo'lishgan. Eng kuchli sotuvchilar ham qachonlardir ishlashmagan, ish topishda qiynalishgan. Lekin ularni bitta narsa jihat ajratib turadi, ular hech qachon to'xtab qolishmagan. Uchinchi va eng muhim qadamlardan biri bu to'g'ri muhitga kirish hisoblanadi. Agar noto'g'ri muhitga tushib qoladigan bo'lsangiz, atrofingizda dangasa insonlar bo'lsa, o'sishni, rivojlanishni xohlamaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, siz ham aynan shulardan biriga aylanib borasiz. Lekin atrofingizdagi odamlar o'sish istaydigan, doimiy ravishda rivojlanadigan, kuchli jamoaga tushsangiz, kuchli sotuvchilarning orasiga tushadigan bo'lsangiz, sizni ham o'sishingiz karrasiga tezroq bo'ladi. Endi o'sishingizni tezlashtirish uchun bunaqa muhitni qayerdan topaman desangiz, biza Hunter Academy jamoasi sizni kutib qolamiz. Hunter Academy jamoasida sizga nimalar o'rgatiladi? Sotuvni noldan boshlab amaliy o'rgatiladi. Real praktikada ishlaysiz, ish bilan ta'minlanasiz, eng muhimi, va 4 haftalik intensiv onlayn hamda offlayn formatda o'rganish imkoniyati bo'ladi. Agarda sizga ham bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi havoladan ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz sizga bog'lanishadi. Ba'zi bir insonlar arzimagan puldan qizg'anib, yillar vaqtini yo'qotishadi, o'zim o'rganaman deb o'ylaydi, aslida juda ham qimmatga tushayotgan bo'lishadi. To'g'ri muhit va to'g'ri ustoz sizni juda ham tez o'stiradigan, yillaringizni tejab qoladigan eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. 4-chi va eng muhim qadamlardan biri har kuni kundalik ravishda ongli o'sish. Ya'ni sotuv bu kitoblardan o'rganiladigan skill emas. Sotuv bu amaliyot bilan birgalikda o'sadigan skill hisoblanadi.
Kuchli sportchilar bir marta jangda yutgandan keyin mashq qilishni hech qachon tashlab qo'ymagani kabi, kuchli sotuvchilar ham bir marta sotgandan keyin kundalik o'rganish jarayonini to'xtatib qo'ymaydi. Ya'ni har kuni o'rganishingiz kerak, har kuni o'sishingiz, har kuni rivojlanishingiz kerak. Endi buni qanaqa qilaman degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Har kuni o'zingizni qo'llaringiz, ya'ni qo'ng'iroqlaringizni yozib oling, qayta eshiting, qayerda mijoz qiziqdi, qayerda so'di, qaysi savol ishonch olib keldi, qaysi savollar ishonchni yo'qotdi. Sizda qayerda xatolar bo'ldi, shularni tahlil qiling, analiz qiling. Sizga eng ko'p foyda olib kelgan savollarni yozib qoling, eslang, ularni skriptingizga qo'shing. Keraksiz gaplarni skriptdan chiqarib tashlang. Kuchli sotuvchi hech qachon skript bilan ishlamaydi, lekin doim tartibli ishlaydi. Kundalik rejalashtirish sizni karrasiga o'stirishi mumkin, lekin tartibsiz gaplashish sizni hech qachon muvaffaqiyatli qilib qo'ymaydi. Va eng muhimi, kundalik statistikangizni kuzating. Nechta qo'ng'iroq qildingiz, nechtasiga javob oldingiz, nechta mijozga shartnomani muvaffaqiyatli yakunladingiz. Chunki o'lchanadigan narsagina o'sadi. Siz hech narsani o'lchamas ekansiz, demak hech narsa o'smaydi. 5-qadam eng keraklisi hisoblanadi. Bu sabr qila olish. Ko'pchilik juda ham erta taslim o'qib qo'yadi, 2 hafta davomida urinadi yoki 1 oy davomida urinadi, natijaga chiqa olmaydi. Bu tabiiy holat. Keyin tashlab yuboradi, sotuvni tushunmas ekan deydi. Lekin real o'sish 6-12 oy davomida keladi ko'pchilik sotuvchilarda. Dastlabki 3 oy davomida siz o'rganasiz, amaliyot to'playsiz, tajriba olasiz. Undan keyingi 3 oy davomida, ya'ni 6 oy davomida siz o'sha ancha tajribaga ega bo'lgan, ancha sotuvlarni yopa oladigan kuchli sotuvchiga aylanishni boshlaysiz va daromadingiz ham sezilarli ravishda o'sishni boshlaydi. 12 oy ichida siz bozorda juda ham qimmat kadrga aylanasiz. Aynan mana shu nuqtada siz bilan gaplashganimiz, ya'ni oyiga 10-15 million topish real ko'rinishga aylanadi. Ya'ni hozirgi kunda bozorda 5-10 million oddiy sotuvchilar topyapti. Kuchli sotuvchilar albatta bundan ko'proq daromad qilishadi. Agarda siz ham kuchli sotuvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz va oyiga shu aytilgandek 10-15 million daromad qilmoqchi bo'lsangiz, sabr qilishingiz kerak. Esingizda bo'lsin, o'zgarish nazariyada emas, har kunlik amaliyotda va harakatda bo'ladi. Agarda siz real o'sishni, kuchli skill o'rganishni xohlasangiz, sotuv bu 2026-yilda siz uchun eng kuchli skilllardan biri bo'lishi mumkin. Va ehtimol hayotingizni ham o'zgartiradigan skill shudir. Bugundan boshlang, chunki muvaffaqiyat eng ko'p harakat qilganlarga keladi. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Yoki pul ishlaydiganlar tarafda bo'lasiz yoki tomoshabinlar tarafda. Buni o'zingiz tanlang.